student qizlar uchun shundoqqina Namangan gastitsasini oldidan katta yo'lda bo'yida hovlimiz ijaraga beriladi. Mana shu chap qo'ldan 3-ko'cha. Katta yo'lga 2 minutlik yo'l. Manzilimiz Fazo Namangan gastitsasining shundoqqina yonginasida. Faqatgina student qizlar olinadi. 500 ming so'mdan barcha kommunalkalar ichida. Pastdagi raqamlarga aloqa qilib qarasizlar, xonadonimiz obzorini hozir birgalikda tomosha qilamiz. Videoga like bosib, bu qadar yurgan student qizlarga jo'natib qo'yamiz. Buni arzonligini sababi uyi egasi bilan yashash sharti bilan bo'ladi. Hovlini o'zi yakka qizlarga berilmaydi. Nariga taraf hovlimizda uy egalari yakka xolajon o'tiradilar. Bu tarafi faqat o'sha student qizlarga 8 odamga beriladi. O'zini gaz svetlardan beri umuman muammo yo'q bilsan agar. Kirmoshna xolodilniy televizorlari bor. Ikkinchi etaji berilmaydi. Aytib o'tib ketamiz. Xonamiz katta, sig'imi ham yaxshi, tiqilib qolinmaydi. Ko'rishingiz mumkin, отоплениялari ham bor. O'zini hovli ham faizli ishdan hovli. Sanozillar ham razdельный bo'ladi. Men video davomida sizlarga qo'yib boraman. Pastda telefon nomerlarini qoldiraman. Kishi boshiga 500 ming so'mdan telefon qilib aloqa chiqishingiz mumkin.